Aziz do'stlar, mana bozori Qoq markazida turibmiz va Qoq markazida mana shunaqa chiroyli do'konlar, 5 ta do'konni, grillatosini, osma shiftini o'zimiz qo'yib berganmiz. Bir e'tibor beringlar. Mana hozir bu yerdagi do'konlarga aksessuar qilishadimi, qanaqadir telefon sotishadimi, farqi yo'q. Xullas, do'stlar, sizlar ham xuddi shunaqa do'kon ochayotganinglarda, bizdan mijozimiz so'rashdi, byudjetniroq varianti bo'lsin, biz 10 ga 10 grillatorni o'rnatdik. Bu grillatorlar atsikonni po'latdan yasalgan. Pajara bezapasni ancha yil turib beradi, 10-15 yil xizmat qiladi, ranglari o'chib ketmaydi, patolog koroslarni yopib turadi va vizualni keng qilib ko'rsatadi. Mana hozir men bu do'konni ham ko'rsataman, hozir uborka jarayoni. Mana yana bitta do'kon va mana do'konga ham ko'ringlar. Bir xil qilib stilda yaratilgan, atigi bir kunda biz shu yerda bitirib, topshirib chiqib ketganmiz. Sizlar ham xuddi shunaqa dahmazasiz kishilarni bitirmoqchi bo'lsanglar, do'koningizga mana shunaqa o'rnatib oling.